Hammaga salom qizlar. Bugun Instagramda trend bo'lgan shokoladli pirog pishiramiz. Juda ham kam xarj va hamyonbop ekan. 4 tagina tuxumni 1 stakan shakar bilan qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. 100 gram margarin solib, eritilgan margarinni uni ham yaxshilab qo'shamiz. Xona haroratdagi sutni qo'shamiz, 2 stakan un, kakaoni albatta setkadan o'tkazamiz, 1 qoshiq razrixetil, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa quyuq massa bo'lishi kerak. Formamizni yog'lab olib, keyin mana shu massamizni quyamiz va biskvitni men 200 gradusda pishirib oldim. Juda ham tez pishar ekan. Agar qizib ketadigan duxovka bo'lsa 180 ga qo'yinglar. 1 stakan sut, kakao, shakar va 1 qoshiq oddiy yog' solib qaynatib oldim ganajga. Ungacha biskvitim pishib chiqdi. Ana shunaqa vilka bilan teshib chiqib, qaynoqqina ganajni ustidan quyib chiqamiz. Hammasini quymanglar, sal ko'proq bo'ladi. Ozginasi qolsin, qolganini solib, men choko krem ishlatdim. Buni ham oddiy shokolad so'sa ham bo'ladi, kiloli yoki plitichni ishlatsa ham bo'lar ekan. Men mana shunaqa 20 ml kichkina chokotellarning upakovkasini oldim. Va makka jo'xorini mana shunaqa donachalarini tayyori ham bor, katta-katta. O'shani shokoladga qo'shib aralashtirib, pirogning ustidan mana shunaqa tekislab qo'yib chiqamiz va pirogimiz tayyor. Sal soviganidan keyin kesib dasturxonga tortamiz. Yumshoqqina va juda ham shokoladli bo'lar ekan. Pishirib ko'ringlar, maslahat beraman qizlar.